Agar ayolning sevgisi so'ngan bo'lsa, u darrov "men sendan ketyapman" deb aytmaydi. Avval u sizga nisbatan bir nechta narsalarni o'zgartira boshlaydi. Birinchisi, yaqinlik yo'qola boshlaydi. Charchadim, boshim og'riyapti, kayfiyatim yo'q. Chunki uning ongida siz endi erkak emas, shunchaki bir uyda yashaydigan inson bo'lib qolgansiz. Ikkinchisi, unga sizning ahvolingiz qiziq bo'lmay qoladi. Ochmisiz? Ovqatni o'zingiz isitib olasiz. Siz bilan nima bo'ldi? Kayfiyatingiz qanday? U uchun bu endi muhim emas. Endi siz o'zingiz bilan o'zingiz qolgansiz. Uchinchisi, u boshqa erkaklarning e'tiboriga yo'l bera boshlaydi. Flirt, yozishmalar, qo'ng'iroqlar, o'z rasmlarini yoki videolarni boshqa erkaklarga yuborish. To'rtinchisi, u sizni hurmat qilishni to'xtatadi. Siz uzr so'raysiz, harakat qilasiz, gullar berasiz, sovg'alar qilasiz. Lekin u bularning barchasini oddiy holdek qabul qiladi. Issiqliksiz, minnatdorchiliksiz va bu o'zgarishlarning ortida ko'pchilik sezmaydigan psixologik jarayonlar yotadi. Munosabatlar psixologiyasi, manipulyatsiya va yashirin tuzoqlar tahlili. Yopiq Telegram kanalimizda. Havola bioda.